Hop, demak biz 6-mavzuni tugatdik, so'zlarni ham so'rab bo'ldik va endi aynan bir oyda o'tilgan mavzular bo'yicha aynan Sitora opa siz bilan gaplashishga harakat qilsak va qanday o'zlashtira oldik bir oy davomida ana shuni ham bir ko'rib o'tamiz. Dilnura bilan ham qilamiz. Qolganlar bilan keyingi darslarda qilishimiz mumkin. Sitora opa mikrofonni yoqing. Mikrofonni yoqing va boshladik. Ni hao. 你好，你好吗？我很好，你叫什么名字？我叫西多人，你是哪国人？我是乌兹别克人，你是老师吗？我不是老师，我是学生。你的汉语老师是谁我的汉语老师是 Bilal，啊？他是你朋友吗？他不是我朋友，他是同学。同学，这是什么？这是什么？这是这是书，只是谁的书这是你的书。啊？你家有几口人？我家有5口人，你今年多大了？我今年33岁了。你有几个汉语老师？我有一个汉语老师。你会说英语吗？我不会说英语，我会说汉语。嗯，中国菜好吃吗？嗯中国菜不好吃，美国菜很好吃。中国菜，你会做中国菜吗？你 Otra 会 vez así. 做你会做中国菜吗？啊，我不会中国菜做，我会做乌兹别克菜。你会写汉字吗？我不会做汉字，我不会我写汉字，会我不会写我汉字。不会我不会写汉字，我会写乌兹别克。Endi shunaqa desak ham bo'ladi yoki 我会 desak ham bo'ladi. Ko'rib turibsiz, yaxshi holatda o'zlashtirganmiz. Hech qanday muammo bo'lmadi. Endi oxirida ozgina bir ikkita nimalar, ular ko'zga ko'rinmaydi. Boshidan boshlangan savol-javoblar. Oddiy gapga o'xshab aytyapmiz. Shunday davom etsangiz, albatta yanada zo'r holatda bu kitobni ham tugatamiz yoki boshqa darajalarni ham harakatga yarasha bo'ladi albatta. Dilnura mikrofonni yoqish kerak. Siz bilan ham bir ikki xuddi shunday holatlarni ko'rib chiqamiz. Ni hao, 你好，你好吗？我很好，你呢？你叫啊，我挺好的。你叫什么名字？我叫金鲁的，你是老师吗？我不是老师，我是学生，你是哪国人？我是乌兹别克人，你的汉语老师是谁？我的汉语老师是 Bilal，他是你同学吗？他是。他他不是我的同学，他这是是我的朋友。啊哈，这是你的书吗？你的书吗？这是对，啊哈，这是我的书。这是我的书。你家有几口人？我家有6个人，你今年多大了？我今年25岁了，岁了。岁了。你有几个中国朋友？你有几个我有，中国朋友？啊哈，我有啊哈，
你有几个中有什国朋友？么意思？我有一个朋友，一个中国朋友。你会说俄中国。语吗？你会说俄我不语吗？我不会，我不会说英语，俄语，我会说中国汉语。我会说韩语。美国菜好吃吗？美国菜不好吃，中国菜很好吃。你会做美国菜吗？你会做美国菜吗？我不会做美国菜，我会做中国菜。你会写你的汉语名字吗？我不会写我的汉语名字，你的汉语名字叫什么？我的汉语名字是蓝线。Ana shunday. Yaxshimiz Dildunra. Deyarli hech qanday muammo bo'lgani yo'q, balki menda ozgina uzilishlar bo'lgandir, o'shancha to'xtab qolgandirsiz, lekin muammo yo'q. Ikkalalaring ham o'zini holatida talabga yarasha xuddi o'sha holatda o'rganilgansiz, yaxshi o'rgangansiz. Va bu yog'i ham xuddi shunday bo'ladi degan umiddamiz, albatta. Bu ham yana harakatingizga bog'liq. Va aynan ikkalangiz mikrofonni yoqingda. Salomlashish, xohlang salomlashing, xohlang shart emas. Shunchaki